20 yillar, 10 yillar oldin taxminan ko'p xitoylik hamkorlarim bor edi. Balki 10 yildan oshib ketdi. Ko'plarni O'zbekistonga qiziqtirish, pul tikish, shu yerda biror bir proyekt, zavod, fabrika, Xitoydagi rivojlangan shu proyektlarni O'zbekistonga amalga oshirishlarini xohlardim. Ko'plarni taklif qilardim. Ko'p hodisalar yuz berardi o'sha paytlar. To'g'risi, birgalashib ularni olib kelgan paytimda o'zimiz Toshkent aeroportida bir-birini ularda hali selfi, mana bunaqa bir-birini rasmga olish, shunaqa narsa bor edi hali endi oddiy Nokia telefonlar bilan. Bizlarda aeroport xodimlari kelib telefoningdagi rasmni o'chirasan deb qo'rqitib yuborishardi. Qo'rqib ketishardi. Uyalib ketardim. Ularni bizlar zo'rg'a qulog'iga tomoni bilib olib kelib pul tiksin O'zbekistonga, bir proyekt qilsin, O'zbekiston rivojlansin deb harakat qilardik. O'sha davrda endi bu 2011-12 yili bo'lsa kerak. Bo'lsa qiyin edi. Keyinchalik olib keldik ham anchasini, olib kelib hamkorlik qilib ishlab. To'g'risi Xitoyga borganimizda ajablanardik, nimaga ularda bunchalik oson telefon orqali ikkita knopkani bosib bilet olishardi. Farqi yo'q. Gostinitsa bron qilishardi. Avia bilet, poyezdga bilet muammo emas edi. Ajablanardim, qachon bizlar shunaqa kelar ekan. Bizlarda hali mana bunaqa Paynet, Click, mana bunaqa programmalar yo'q edi hali. Ular uchun oddiy holida kompyuterlardagi WeChat programmasi bilan barcha ishlarni qilsa bo'lardi. Million dollar operatsiyalar qilsa bo'lardi. Ko'z oldimda qilardi shu ishlarni. O'sha davrlarda bizlarda oddiy 200 dollarlik oplatani o'tkazish uchun bir kishini kartasidan boshqa kartaga bankka pasport bilan borish kerak edi o'sha davrlarda. 200 dollar alam qilardi. Temir yo'llarga chipta vaqtani bizlarga ham yaxshi shunaqa Afrosiyob degan yaxshi poyezdlar bor deb biletga olib borardim, bilet sotib olishga olib borardim. Bilet olmoqchi bo'lardik. Afsuski shunaqa sharmanda bo'lardim. Imkon yo'q edi. Bir haftalab oldin. Hali ham shunday, unday olsangiz. Kulishardi, miyig'ida kulishardi. Xitoyga borib televizor ko'rib o'tirsam, anaqa ingliz tilida yoki xitoy tilida gostinitsada tinglab o'tirsam, bilasizmi nima? Tojikiston, mana bu taraflar haqida qanaydir dunyo bo'ylab bor bizada. National Geographic degan mana shunaqa perdachilar orqali Tojikistonni qishloqlari, ularning laparlari, ularning qanaqadir bir milliy bayramlari haqida ko'rsatuvlar berishardi. Shuni ko'rib turadi Xitoy tilida. Yaqin qilib tillatish bo'ladi. Bizlarda hozir kamayib ketdi. Tillatishlik chollar, ayollarni ajin tushgan yuzlarini bir kulgi bilan, istehzo bilan, qayerda bir o'ta qoloq Afrikani nima deydi? Qabilalar haqida kabi qilib ko'rsatishardi. Ya'niki ularning nazdida bizlar juda qoloq, bizlar juda ham qoloq. Juda ham rivojlanmagan va hokazo. Hozirgacha ularda ba'zi tanishlarimiz ularda bu yerga kelib da'vat qilsangiz agar bizlarni dinimizga qiziqib ketishi mumkin va hokazo. Aslo. Balki men xato qilayotgandirman, aslo. Kulib, istehzo qilib bu narsani ular nima qilishadi? Jiddiy olishmaydi. To'g'ri. O'ta mardlar ham bor, o'ta gapiga turadiganlar ham bor. O'zimizning tadbirkorlar ichida ham o'zimizni hozir biznes sferani ishini olsangiz, gapga turish, va'dasiga vafo qilish ba'zi holatda xitoyliklar bizdan ustun. Balkim ular bu etapdan o'tib ketgandir. Lekin bizlarda nochor holatda bizlar hozir. Lavs, gapga turish, gapning ustidan chiqish bizlarda hozirgi kunlarda juda yomon. Juda yomon holatda tushib qoldi-da. O'shanga Xitoy mavzusida endi ularda bitta psixologiya bor-da.
rahbariyat, ya'ni hukumatga sim, ya'ni nima deydi, aloqa izlash, ular bilan yaxshi bir qanaqadir kelishuv qilib olib, bu yerga mix qoqib yaxshiroq o'rnashib olish uchun liniya qilishadi. Shunaqa odaming bormi, ya'ni sanda tanish bormi, tepa anaqalarda hukumat odamlarida degan savollarni ko'p eshitardimda. Bu yog'ini o'zingiz tushunib olavering. Aytilyapti-yu yana, bular bizimiz O'zbekiston yerlari ijaraga beriladi, aslida sotilmaydi deb. Rossiyada, boshqa davlatlarda ularga berilgan yerlar ijarasi tugagandan keyin u yerlarni hech narsa qilib bo'lmaydi. Ximikat, dorivor o'simliklar va hokazo ularda shu daraja yerni jondan olishadiki, ulardan hech narsa o'lanib o'sib chiqmaydigan daraja bo'ladi. Buni Rossiya misolida balkim eshitgan bo'lsalaring kerak. O'zimizda ham endi eshitgan bo'lsalaring kerak, ko'p korxonalar, tashkilotlar yer olishyapti. Menimcha o'nlab yillarga arendaga berilyapti. O'nlab 20-30 yillarga berilyapti. Menimcha, yana tekshirib ko'rish kerak. 30 yil, 20 yilda nimalar qilsa bo'ladi, bilasizmi? Shuning uchun Xitoyliklar mavzusi jiddiy. Yo'ldan kelayotganimda Toshkentdan yo'lda juda ko'p mashinalar Xitoy nomer bilan tim ko'k bo'ladi. Chap tarafida Xitoycha yozuv bilan kirib kelyapti O'zbekistonga. Oldin yo'q edi. O'ylab ko'raman-da, bizlarda mashinamiz bilan Xitoyga borsa bo'ladimi? Mana shu O'zbekiston nomeri bilan. Menimcha bo'lmaydi. Vizangiz bo'lsa ham bo'lmaydi. Nima uchun? Ularga mumkin, bizlarga mumkin emas. Xitoydan mashinalar, katta treylerlar O'zbekiston mashinasi bilan kirib kelganini eshitganmisizlar? Yo'q. O'zbekiston mashinalari O'zbekistonga texnologiya katta mana bu furalar, mana bunaqa spes texnikalarni O'zbekistonga olib kirmaydi. Nimaga? Qozog'iston yoki Qirg'iziston mashinasi bilan olib kirishadi. Qirg'iz emas, men ko'proq qozoq ko'rganman. Nima bizlar O'zbekiston nima kalmi bizlar, ko'rmi bizlar, quloqimiz yo'qmi? Nima bizlarning mashinalarimiz u tomonga o'tmaydi? Sababi nima? Teng bo'lish kerak-da. Ularga mumkin narsa bizlarga ham mumkin bo'lish kerak. Qarsak ikki qo'ldan bo'lish kerak. Ana shu holatda bir adolatli, to'g'ri bo'ladi. Buni o'ylashlari kerak. Mutasaddilar, kerakli odamlar o'ylashlari kerak. Barcha investorlarga boshimiz ustida deydi-yu turklar. Barcha investorlarga masalan welcome deydi-yu. Oq yo'l, marhamat. Lekin adolat, o'zimizni ichki tadbirkor, ichki bozor, ichki vaziyatni inobatga olish kerak. Ertaga ko'p xalqimiz ishsiz, o'zini tijoratini yo'qotib, devor ushlab qolmasin. Taklifim shu, fikrlarim shu. Shu bilan sizlar bilan bo'lishkim keldi-da. Rahmat.